Har bir bola uchun 48 million so'm yordam puli. Koreyada yashayotgan o'zbekistonlik ota-onalar ham vizasiga qarab ushbu imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin. 2026-yildan boshlab quyidagi yangi imtiyozlar taqdim etiladi. Ota-onalar to'lovi, ya'ni ota-onalar uchun ta'til puli oyiga 2,5 million wongacha. Agar ota-onaning ikkisi ham ta'tilga chiqsa, to'lov miqdori 4,5 milliongacha yetishi mumkin. Yolg'iz ota yoki ona dastlabki 3 oy davomida 3 million wondan oladi. Maksimal ta'til muddati esa 18 oy etib belgilandi. Bola puli, bola 8 yoshigacha oyiga 100 ming wondan oladi. Ba'zi hududlarda esa bu miqdor 130 ming wongacha oshirilishi mumkin. Bolalar parvarishi xizmatlari esa kengaytiriladi. Xizmat soatlari ko'payadi, daromad talablari esa yumshatiladi va yolg'iz ota-onalarga qo'shimcha yordamlar ko'rsatiladi. Chet ellik rezidentlar ham viza va yashash talablari bajarilsa, ushbu yordamga ariza topshirishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, F6 viza egalari ham ushbu ro'yxatga kiradi. Kam ta'minlangan oilalar uchun qo'shimcha yordam, uy-joy bo'yicha imtiyozlar, mahalliy qo'shimcha yordamlar, o'rtacha daromadning 65% gacha naqd pul ko'magi. O'zbekistonlik yurtdoshlarimiz ham Cross dasturi orqali ko'plab afzalliklardan foydalanishlari mumkin. Birinchi o'tkazma bepul, birinchi o'tkazmadan so'ng esa sovg'a taqdim etiladi. Shuningdek, turli chegirmalar uchun ballar ham beriladi. Cross ilovasini hoziroq yuklab oling. Havola esa profilimiz biosida.